Qarindoshlar, bugun biz Luka bayon qilgan xush xabarning 8-bobini o'qish boshlaymiz. Hazreti Aysoga ergashgan ayollar. Uzun o'tmay Hazreti Ayso Jaliliya o'lkasidagi shahar, yezi qishloqlarga berib, Xudoning podshohligiga doir xush xabarni tarqatdi. 12 shogirdimi uning bilan birga bordi. Bulardan başqa yana jin ve kesellik azaplardan qutquzib, saqaytılgan bazı ayollarmı bo'lib, ularning arasida tenidan 7 jin haydab chiqarilgan Majidalik Maryam, Herod xonning saroy amaldori Xuzaning ayoli Yoanna, Suzanna ve başqa bir muncha ayollarmı bor edi. Bular öz mal mülklari bilan Hazreti Ayso ve uning shogirdlariga yordamda bo'ldi. Uruq chechish to'g'risidagi tamsil. Haloyiq har qaysi jutlardan Hazreti Ayso bilan ko'rishgili uzilmay kelib turadi. Bir kuni nurg'un odam yig'ilganda Hazreti Ayso ularga tövandagi tamsilni so'zlab berdi. Bir dehqon uruq chashqili etizga chiqibdi. Chashqan uruqlarining ba'zilari chig'ir yo'l ustiga tushib, kishilarning oyoq ostida qolibdi va qushlarga yem bo'pti. Bazıları asti taşlık topuğu düşüptü. Ama yerdeki nemlik yetişmegenlikten uruqlar önüp çıkandan keyin kurup ketipti. Bazıları tikenlerinin arsığı düşüptü. Mayıslar tikenler bilen boy talışıp ösüptü. Bırak neticede tikenler mayıslarını besivaptı. Bazıları bolsa önümlük topuğu düşüp, ubdan ösüp, 100 hassilep bosul beripti. Hazreti Ayso yuqori ovoz bilan yana bu so'zlarni qulog'inglarda ching tutinglar dedi. Keyin uning shogirdlari uningdan bu tamsilning ma'nosini so'radi. Hazreti Ayso ularga mundaq dedi: Xudoning podshohligining sirlari sizlarning bilishinglarga berildi. Biroq boshqalarga kelsak, ularga tamsillar bilanla tushundirman. Şunun için ular sözümni anlasımı düşenmeydi. Bu ahval Yaşaya peygamberinin degindek boldu. Ular qarısımı kömeydi, anlasımı düşenmeydi. Bu temsilinin ma'nosi mundaq. Uruq Xudoning sözüdür. Çığır yoldaki topuğu düşken uruqlar şundaq kishilarga temsil qilingan ki, ular Xudoning sözünü anlasımı onu qabul qilmaydi. Şeytan ularını işenç arqılı qutquzulmasın deb, ularning ko'nglidan Xudoning sözünü elib qechib ketidi. Taşlıq topuğu tushgan uruqlar Xudoning sözünü anlagan haman xo'shallik bilan qabul qilganlarga tamsil qilingan. Ular buningga bir mahal ishengan bo'ladi, ammo ularning yildizi bo'lmaganligi uchun biror mushkullikka yo'liqsalar bardoshlik berolmaydi. Tikanlikka tushgan uruqlarga kelsak, ular şundaq kishilarga tamsil qilingan ki, ular Xudoning so'zlarini anglasimi uzun o'tmay ko'ngliga bu dunyoning andisha, boylik va halovatlarining eziqtirilishi kirib elib, Xudoning so'zini bo'g'ib etadi-da, ular hosilsiz qoladi. Unumlik topuğu tushgan uruqlar bo'lsa, Xudoning so'zini anglaydigan, ularni pok va chin dilda chin saqlaydigan, hosil bergichi sabr qildigan kishilardir. Xudoning haqiqati oshkorlanmoqda. Hazreti Ayso shogirdlariga yana chiroqni yiqib uni biror narsa bilan yepib qo'ydigan yoki karavatning ostiga yo'shirib qo'ydigan kishi yo'q albatta. Aksicha uyga kirganlar aniq ko'ralsin deb uni jazman chiroqdonning ustiga qo'ydi. Chunki yepib qo'ygan har qanday narsa oshkor bo'lmay qolmaydi. Yo'shirilgan har qanday narsa bilinmay qolmaydi. Shuning uchun mening Xudoning haqiqati to'g'risida aytganlarimni ko'ngil qo'yib anglanglar. Chunki kimda aql parasat bo'lsa, uningga texmi ko'p berildi. Lekin kimda aql parasat bo'lmasa, o'zida bor deb qarg'anini elib ketildi, dedi. Hazreti Aysoning onasi va inilari. Hazreti Aysoning onasi va inilari uning bilan ko'rishgili keldi. Lekin odam ko'p bo'lg'achqa yeniga kelolmagan edi. Bir kishi Hazreti Aysoga:
Anınız ve inileriniz siz bilen görüşümüz dep sır tuturdu dedi. Xudanın sözünü anlap, onunla emel kılganlarının hemmisi mening anam ve aka inilerimdir dedi Hazreti İsa köpçülükке. Hazreti İsa'nın boranını to'xtatışı. Bir günü Hazreti İsa şagirdleri bilen kemiga tushib ularga ko'lning u qetiga barayli dedi. Şunun bilen ular yo'lga chiqdi. Kemi ketayotganda Hazreti İsa uxlab qoldi. Ushtumtut qattiq bo'ron chiqib, kemiga suv to'shib, hammasi intayin xo'p ichida qoldi. Shogirdlar Hazreti İsa'ni uyg'otib, "Ustoz, ustoz, g'arq bo'lish oldida turamiz" dedi. Hazreti İsa uyg'onib, bo'ron chapqonga buyruq qilgan edi. Bo'ron to'xtab, dolqun pastlab, hammasi tinchlandı. Andın o shogirdlarga burilib, "Ishonchinglar nega ketdi" dedi. Shogirdlar ham hayron bo'lib, ham qo'rqishib bir-biriga, "Bu odam zodi kimdi? Buyruq qilsa hatto bo'ron va dolqinlarmi uning gapini anglaydi ekan-a?" deb ketishdi. Hazreti İsa'nın jin chaplashgan odamni saqaytishi. Hazreti İsa shogirdlari bilan Jaliliya ko'lining u chetidagi gerasliqlar turgan yerga bordi. Hazreti İsa qirg'oqqa chiqishiga shahardan kelgan jin chaplashgan biri uning oldiga keldi. Bu odam uzundan beri kiyim kiymay, uyda turmay, go'r qilinadigan o'nkirlarda yashatdi. U Hazreti İsa'ni ko'rishi bilanla uning oyog'i yiqilib, "Ulug' Xudo o'g'li İsa, ishimga aralashma, sendan o'tinamanki, meni qiynama" deb vaqirab ketdi. Onun bundaq deyişinin sebebi Hazreti İsa jinga onun tenidan chiqishini buyurgan edi. Jin bu adamni uzun vaqt ilgiga evagan edi. Xalq bu adamni ko'p qitim zanjir kishanlar bilan bog'lab, qamab qo'ygan bo'lsa-mu, u ularni uzib qechib chiqib, jin tarafidan cho'l bayavonlarga elib ketilatdi. Hazreti İsa bu adamdan "Isming nima?" deb so'radi. "Ismim Minglig'an" deb javob berdi bu odamni so'ziltayotgan jin. Chunki bu odamga minglagan jinlar chaplashib olgan edi. Ular Hazreti İsa'ga o'zlarini shaytonga tayyorlangan tegi yo'q hanglarga surgun qilmasligini o'tinib yalvordi. Shu atrofdagi tog' bag'rida cho'ng bir to'p to'ng'iz podisi oziqlanib yuradi. Jinlar Hazreti İsa'ga yalvorib, to'ng'izlarning teniga kirib ketishiga ijozat berishni talab qildi. Hazreti İsa icazet berdi. Jinlar hilqi adamning tenidan chiqib, to'ng'izlarga chaplashib oldi. Bütün to'ng'iz podisi teri-perang bo'lib, yugurgan peti yerdan tushib, ko'lga g'arq bo'ldi. Bu holni ko'rgan to'ng'iz boqquchilar bu yerdan qechib, shahar yezlarda bu xabarni taqatdi. U yerdagi kishilar zodi nima ish bo'lganligini ko'rgili bu yerga kelishdi. Ular Hazreti İsa'ning oldiga kelib, tenidan jinlar chiqib ketgan hilqi odamning kiyimlarini kiyib, as-ho'shi joyida holda Hazreti İsa'ning oldida o'ltirganligini ko'rib, qo'rqib ketishdi. Bu mo'jizani ko'rganlar hilqi kishining saqayish jarayonini ko'pchilik so'zlab berdi. Shu yerdagi kishilar Hazreti İsa'ning u yerdan ketishini talab qilishdi. Chunki ular intayin qo'rqishgan edi. Shunga Hazreti İsa kemiga tushib qaytib ketmoqchi bo'ldi. Tenidan jinlar chiqib ketgan hilqi kishi Hazreti İsa'ga "Men siz bilan birga ketay" deb yalvordi. Lekin Hazreti İsa uningga "Uyingga qaytib berib, Xudoning sana ne qadar cho'ng ishlarni qilib berganligini yetkizgin" dedi. U odam qaytib berib, bütün shaharni aralab, Hazreti İsa o'ziga qilib bergan cho'ng ishlarni hammasiga yetkizdi. Tirildirilgan qiz ve saqaytılgan ayol. Hazreti İsa ko'lning bu qetiga qaytib kelganida haloyiq uni qarshi elishdi. Chunki hammasi uning qaytib kelishini kutib turardi. Qarshi olg'ili chiqqanlar ichida ma'lum bir ibodatxonning javobgar odamlaridan biri bo'lgan Yairmu bor edi. U Hazreti İsa'ning oyog'i yiqilib, uyiga taklif qilib yalvordi. Chunki uning 12 yoshlik yolg'iz qizi o'lib ketish oldida turardi. Hazreti İsa u yerga borganida kishilar uning atrofiga zich olishib oldi. To'pning ichida xun tavrash kasaliga giribtor bo'lganiga 12 yil bo'lgan bir ayolmi bor edi. U bar pulini teyiplarga xashlab tugatgan bo'lsa-mu, hech kim uni saqaytilmagan ekan.
u Hazreti Aysa'nın arka tarafından kelip, onun çapınının peşini sılap koyup Xun şu an to'xtadi. Peşimni tutkan kim deb so'radi Hazreti Aysa. Köpçülük tutmadık deyişti. Ustaz, töt atrapınızның hammasi adam. Ular sizni qistap turvatmamdı, dedi Petrus. Lekin Hazreti Aysa, yo'q, birisi qasddan peşimni tutdi. Chunki vujudimdan kuch-qudratning chiqib ketganini sezdim, dedi. Heligi ayol Hazreti Aysa'nın sezib qolganligini bilib, titirgan holda uning oldiga kelib, oyog'i yiqildi va ko'pchilikka o'zining Hazreti Aysa'nın peshini nimishga tutganligini ham shu an saqib ketganligini aytdi. Qizim, ishonching seni saqaytdi. Tinch aman bo'l, dedi Hazreti Aysa uningga. Hazreti Aysa bu so'zni qilayotganda ibodatxona javobgarining uyidan kelgan biri Yayirga "Qizing o'lib ketdi. Endi ustozni avar qilmayli", dedi. Buni anglagan Hazreti Aysa Yayirga "Qo'rqmag'in, menga ishongin, u saqib ketadi", dedi. Hazreti Aysa Yayirning uyiga borganda Petrus, Yuhanna, Yaqub ve qizning ota-onasining boshqa kishilarning o'zi bilan birga uyga kirishiga ruxsat qilmadi. U yerdagilar qizga hazo tutib yig'izar qilishayotdi. Hazreti Aysa ularga "Bo'ldi, yig'lamanglar. Qiz o'lmadi, uxlab qopti", dedi. Biroq xaloyiq uni masxir qildi. Chunki qizning allaqachon jon uzganligidan ularning xabari bor edi. Lekin Hazreti Aysa qizning qo'lidan tortib, "Balam, o'rningdan tur", deb chaqirdi. Qizning ruhi teniga qaytib kelib, u darhol o'rnidan turdi. Hazreti Aysa ularga qizning qo'sig'iga bir narsa berishni buyurdi. Qizning ota-onasi nihoyat hayron qolishdi. Lekin Hazreti Aysa ularga bu ishni hech kimga aytmaslikni topildi.